Ichki ishlar vazirligi faxriysi Soraxon Ahmedova maqsad sari intilishning yaqqol namunasi. Ayol uchun ushbu soha mas'uliyatini his etish oson emas. Undagi shijoat, g'ayrat polkovnik darajasiga yetkazdi. Davlatimiz rahbarining farmoni bilan u 2-darajali sog'lom avlod uchun ordeni bilan taqdirlandi. Prezidentimiz tomonidan shunchalik e'tirof, shunchalik katta bir menga bergan mukofotini hech yetti uxlab tushimga ham kirmagan edi. Juda ham minnatdorman. Shunaqangi xursandmanki, ko'zimdan duv-duv ko'z yoshi oqdi-da. Bilasizmi, bu hayotda bo'lgan barcha mashaqqatlar shunday bir zumda yuvilib ketdi. Ko'z o'ngimda kinolentadek butun hayotim o'tdi, bilasizmi? Bu faqatgina menigina yutug'im emas, albatta. Bu barcha ichki ishlar tizimida erkaklardan qolishmasdan jamoat tartibini saqlash, fuqarolarni xavfsizligini ta'minlash bo'yicha kecha-yu kunduz xizmat qilib kelayotgan barcha xodima ayollarimizniki deb o'ylayman. Ushbu hayajonlar bejiz emas. Uning bolalik yillari Qo'qon shahridagi bolalar uyida o'tgan. Soraxon opa yillar davomida nafaqat qiyinchiliklarni yengib o'tdi, balki mamlakatning yetakchi huquqshunoslaridan biriga aylandi. Ichki ishlar organlarida ishlashga qiziqib, bolalikdan qiziqib, maqsad qo'yganim uchun, shu maqsad sari tinmay intilganim uchun meni ishga qabul qilishgan. Hozir oson bo'lib qolgan. Xotin-qizlar davlat boshqaruv tizimida o'sishi, ishlashi juda ham kam bo'lardi. Hozir juda ham katta imkoniyatlar yaratilyapti. Agarda hozir ayol kishi yoshligidan o'ziga chiroyli bir maqsadni qo'yib, o'sha maqsad sari intilsa, nafaqat shu maqsadiga, bundan-da yuksak cho'qqilarga, hayot cho'qqilariga yetishi mumkin. Shunday imkon. Men hozir havas qilaman yoshlarga-da. Ilm-fan yo'lida erishganlari ham talaygina. Yuridik fanlari doktori, professor, ijodkorligi ham bor. Uning muallifligida O'ksik dillar faryodi kitobi nashrdan chiqqan. Ayni paytda Soraxon Ahmedova Ichki ishlar vazirligi akademiyasida talabalarga saboq beradi. Kursantlarim qalbida bizni yurtimizda yashashimizni o'zi qanday baxt ekanligini, vatanparvarlik ruhini yaratishga harakat qilaman. Chunki prezidentimiz ham aynan mana shunaqangi xalqqa mehribon, xalqning dardi bilan yashaydigan, boshqacha qilib aytganda, ularni dardiga darmon bo'la oladigan, kamiga ko'z bo'la oladigan professional, vatanparvar xodimlarini tayyorlashimizni kutib turibdi. Uning hayot yo'li hech qanday sinov maqsadga erishishga to'sqinlik qila olmasligini isbotlaydi. Bugungi kunda Soraxon Ahmedova yangi avlod huquqshunoslarini ilhomlantirmoqda.